100 ming dollar pulim bor. Ko'chmas mulkka investitsiya qilmoqchiman. Xo'p, 100 ming dollar investitsiya qilish uchun oldin to'g'ri направление tanlash kerak. Ya'ni qanaqa? Siz uni 100 ming dollarga uyga olib, muddati kelganda, qaysidir vaqt kelganda sotib foyda qilmoqchimisiz? Yoki-da siz uni olib arendaga qo'ymoqchimisiz? Agar arendaga qo'ymoqchi bo'lsangiz, 100 ming dollarga o'z taxminan 50 kvadrat remonti bilan olasiz va bir oyda 1000 dollardan zo'r topsangiz 1000 dollardan arendator topasiz. Har oy sizga 1000 dollar pul olib keladi, 100 ming dollaringiz. Endi bu degani 1 yilda 12 oy pul olib keladi degani emas. 4 oy bo'lishi mumkin, 3 oy bo'lmasligi mumkin, 1 oy bo'lishi mumkin, 5 oy bo'lmasligi mumkin. Undan tashqari 1 yilda bir marta remontini asijit qilib turasiz, ya'ni qarab turasiz buni. Arendaga bergandan keyin baribir kamchilik bo'ladi, kimdir buzib qo'yadi, kimdir eskirtirib qo'yadi. Shuni hisobiga bu birinchi variant. Ikkinchi variant 100 ming dollarga 100 kvadratli joy olasiz 1000 dollardan va vaqti kelganda uni 130 ming, 140 ming dollarga sotasiz agar shu joylar yaxshi bo'lib ketsa yoki o'sha joylarda infrastrukturalar yaxshi bo'lsa, albatta sotasiz. Bu zarariga sotmaysiz. 5 ming, 10 ming dollar bo'lganda ham, 20 ming dollar bo'lganda ham foydasiga sotasiz. Eng zo'r varianti noturar olish kerak. Ya'ni 100 ming dollarga 50 kvadrat noturar olasiz. Remont qilmaysiz. Tayyor bo'lsa arendaga beraverasiz. Agar kadastri chiqmagan bo'lsa, ozgina kutib turasiz. Kadastri chiqqandan keyin uni 20 dollardan 30 dollargacha oyga, hozir hamma yoqda arendalar narxi birinchi etajlar, yo'l yuzlari shunaqa bo'lib qoldi. Yaxshi pul olib keladi. Bu bir. Ikkinchidan, noturarni hozirgi kunda 2000 dollardan olsangiz, har yili 1000 narxi ko'tarilib boryapti. 3-4 yilda 4000 dollar kvadrat metr bo'ladi shu joy sotaman desiz. Undan tashqari sizga agar 50 kvadrat bo'lganda 30 dollardan pul olib kelsa ham 1,5 ming dollar hech qanaqa xarajatsiz, hech qanaqa remontsiz pul olib kelyapti. Shuning uchun ko'proq noturarga harakat qilinglar. Turarda passiv dohod juda ham, noturarda qanaqadir o'zini pulini ham sal oqlashga ko'proq shans bor. Noturar nimaga hozir yaxshi deyotganim, mana ko'ryapsizlar, juda ham ko'p tadbirkorlarga yo'l ochilgan. Bunga talab juda ham ko'p. Bundan buyog'iga talab kamaymaydi noturarga. Chunki agar yiliga qanchadir tadbirkor ko'paysa, lekin qanchadir noturar ko'paya olmaydi. Joylar уже hamma yoq band bo'lgan. Naborot oshib boradi shu joylar. O'shaning uchun eng zo'ri noturarga pul tikish kerak.